Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdah ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'dah ve ala alihi ve ashabihi aleyhim ecma'in ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz, muhterem Müslümanlar. Allah subhanahu ve ta'ala bizni dunyoga bir maqsad uchun akeldi. Hammamiz bu hayotda ilahi vazifani o'rindo'g'chilarmiz. Mayli biz buni o'zimizning roziligi bilan o'rindaylik yoki roziligi yo'q holatda o'rindaylik, biz bu hayotga bir vazifa uchun, bir maqsad uchun kelganmiz, birodarlar. Bu dunyoga bizni akagan ulug' Robbimiz bizga bergan har narsadan hisob oladi va uningdan so'raydi. Allah subhanahu va taolo kimga nima bergan bo'lsa, shu bergan narsaning hisobini cho'qim Rabbiga bermay u qutula olmaydi. Bu haqda payg'ambar alayhisolatu vasallam din rivoyat qilingan bir hadisda la yazalu qadama abdin hatta yus'ala an arba an umrihi fima abna an shababihi fima ablah an ilmihi maza amila bihi wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu. Resulullah insan Rabbinin oldida to'rt turlik ishdan hisob bermay hech tarafga midilayamaydi, ya'ni qutula olmaydi dedi. Buning birinchisi, Allah onunga bergan ömür, o tug'ilib mukallaf yeshig'i yetgandan boshlab Allah bergan bu jonni Allohga taslim qilganga qadar hayotidan bir-birlab oy, kun, soat, yil hammasida Rabbining oldida hisob beradi dedi. Aziz birodarlar, biz nima ish qildik? Qarab boqaylik. Bugun bizga o'tib ketgan yil bilan keladigan yilning hech farqi bo'lmay ketyapti birodarlar. Biz bir planni tuzaylik. Yil 5'ida yil oxirgichilik planni tuzaylik. Shu plan uchun mangaylik va yil oxirisida bu yilgi planni amalga oshurdikmi? Bu planda muvaffaqiyatga erishdikmi yoki erishamadikmi? Buni bir hisob olaylik. Her yillik, her aylık hisobni biz olaylik. Allah subhanahu va taolo bizdan elishdan burun mana bu ömürdeki hisobni bilishning chorasi. İkinci, ömrünün içinde, insanın hayatının içinde en yaxshi vakit onun qiron vaktidir. Yigitlik vakti. Xosatan yoshligini nima bilan tugatganligini so'rab, onun javobini bermay u Allohning oldidan medilaolmaydi dedi. Biz yoshligimiz nima bilan o'tdi? Balkim ko'plarimiz 40 yoshga kirdik. 35 yoshga kirdik. 30 yoshlarga kirdik. Ammo nima ish qildik? Millatimizga nima ish qildik? Xalqimizga nima ish qildik? Oilamizga nima ish qildik? Hozirga qadar oilamizni beqo'tammagan. Hozirga qadar bizdan menfaat boshqalarga oshmayotgan. Hozirga qadar o'zimizning ehtiyojini qamdamayotgan bir holatda yashayapmiz aziz birodarlar.
Yoshlar millatning umidi, davlatning mustahkam asosi, xalqning kelgusi istiqboli ve nijotlik yultuzi. Biz bunu nerede zayi qildik? Üçüncüsü, bəgən maldın qandaq tapdın? Aldı bilen iqtisatını qandaq tapdın? Halal mı? Haram mı? Nimigi xərcledin? Nəgi xərcledin? Mana bu Allah'ın aldıdaki hesabının en mühimi buradarlar. Allah bizning millatga milliard iqtisodlarni berdi. Milyon, necha 100 milyon iqtisodlarni berdi. Balkim şu iqtisodlarni berganlarning ko'p sonliqi, ey Rabbim, agar menga iqtisod bersan, mal dunyo bersan, men uning bilan bu nurg'ulg'an yaxshiliklarni qilib olatim deb Allohga niyatni qildi ve şu arzu bilan bo'ldi. Ammo Allah uningga berdi. O Allah'ın dinini nimini berdi? Müslümanların hürlükini nimini berdi? Bu bir hesap eliş gerek buradır. Dördüncüsü ilim. İnsan o ilim bilen nimiş kıldı? İlimini aldı. O ilim bilen nimiş kıldı? Kur'an'ı qo'g'diyalıdı mı? Hadisni qo'g'diyalıdı mı? Şu Kur'an hadisga ergeşken milletini qo'g'diyalıdı mı? Menfaat yetkiziladi mı? O arkalık kişilerini terbiyeleyalidı mı? Mana bunun sualını çokum birimiz buradarlar. İnsan özünün hayatıdan biridiğen sualını hem insan biridir. Onundan hiç kim kutlanmaydı. Ama iqtisod sahası, ilim sahası bunundan yuqurroq beradi birodarlar. Çünkü onun Allah oldida tayyorlagan maqomi, o'rni, darajasi bu hayotdagi darajasiga qarab bo'ladi birodarlar. Biz bunu tushunaylik. Biz bu sohaga yetaklanaylik ve bunu oylamaylik birodarlar. Uyimizde bir kesel bu qolsa, onimiz kesel, ayolimiz kesel, bolalarimiz kesel bu qolsa, biz iqtisodlarimizni qanday qilamiz? Agar ailemizde birisi kesel bu qolsa, biz ilimlerimizni qanday qilamiz? Milletimiz kesel, xalqimiz kesel. Bo'lgan vaqtda nima qilamiz birodarlar? Bu haqda o'ylanaylik. Bu haqda samimiy o'zimizdan hisob olaylik. Allah hammamizga hisoblarimizni asal qilsin. Allah hammamizni yaxshilikka muvaffaq qilsin. Rahmatiga rahmanir rahim.